Urush faqat frontdagina bo'lmay, uning soyasida ham bo'ladi desam, ishonasizmi? Yoki undan ham qorong'u, ko'rinmaydigan kuchlar ham mavjud. Ular Ikkinchi jahon urushi davrida asosiy rolni o'ynashgan deb aytsamchi? Ha, bunga ham ishonish qiyin. Bugun biz Ikkinchi jahon urushidagi eng sirli va eng qo'rqinchli tuzilmalardan biri haqida gaplashamiz. Va meni nazarda tutayotganim anglab ulgurganingizdek SS. Va hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Mexanik Var kanali va bugungi video kontentimizni boshlaymiz. 1925-yilda avstriyalik rassom Adolf Gitler tomonidan yangi natsistlar partiyasi tashkil qilindi. Dastlab SS natsistlar partiyasi yetakchilarini himoya qiluvchi kichik shaxsiy qo'riqchi guruh sifatida foydalanilardi. Ularning safi juda ham qisqa. Ular asosan SA bo'linmalari, ya'ni Germania Stormtroopers ichida oddiy bo'linma edi. SAdan ajralib chiqqan turli millatchi yigitlar birlashib SS bo'linmalarini tashkil qilishgandi. Ammo vaqt o'tishi bilan ular keng bir bo'linmalar, batalyonlarga aylanishni boshlashdi. 1929-yilda SS rahbari etib Heinrich Himmler Gitler tomonidan tayinlandi. Aynan shu davrdan boshlab SS bo'linmalarida katta o'zgarish bo'ldi. Kichik qo'riqlash guruhi katta, maxfiy millatchi tashkilotga aylana boshladi. A'zolik juda qat'iy tanlov asosida bo'lardi. Asosiysi jismonan va ruhan sog'lom bo'lish, eng asosiysi, eng katta jihati esa irqiy tozalik talabi qo'yilardi. SSga qabul qilinayotgan askarlar turli xil jismoniy sinovlar, psixologik sinovlar va turli suhbatlardan o'tishi va irqi, uning nasli to'liq toza bo'lishi lozim edi. SSga faqatgina Germaniya fuqaroligini olgan odamlar, ya'ni azaldan Germaniyada yashab kelgan german, nemislargina qabul qilinardi. Va aynan shuning uchun ham SSga kirish katta muammo tug'dirardi. 1933-yilda Adolf Gitler Germaniya kansleri etib saylandi. SS esa asta-sekin davlat ichida kuchli apparatga aylanardi. U yanada kuchga to'lib borar, safi tobora kengayar. Safi tobora kengaygan sari Gitler SSga, SS esa Gitlerga tobora bog'lanib borardi. 1934-yildan keyin SA bo'linmalari to'liq yo'q qilindi va SA o'rnini to'liq SS bo'linmalari egalladi. Shundan keyin SS butunlay mustaqil kuchga aylandi va Germaniya xavfsizligini u o'z qo'liga oldi. 1935-yildan boshlab SS bir nechta bo'linmalarga ajrala boshladi. Allgemein SS bu ichki xavfsizlik va politsiyani nazorat qilish edi. Gestapo bilan hamkorlik qilayotgan SS bo'linmalari esa siyosiy repressiyani nazorat qilar. Hammamiz bilgan Waffen SS harbiy qo'shin, frontda jang qiladigan asosiy bo'linmalar edi. Bu davrda SS konslagerlar tizimini boshqara boshladi. Siyosiy dushmanlarni qamash va yo'q qilishda asosiy rol o'ynadi. Va avvalgi sonlarda aytganimizdek, biz juda ham jirkanch, jinoyat deb bilgan ishlarimizga ham qo'l ura boshlagandi. Tarix ularni yomonladi, qoraladi, lekin germaniyaliklar, SS tarkibida bo'lganlar, shu ishni qilganlar hech qachon bu qilgan ishlaridan afsuslanishmadi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ikkinchi jahon urushi davrida SS Germaniyaning eng muhim repressiv va harbiy kuchiga aylandi. Ular konslagerlarni boshqarardi. Bosib olingan hududlarda terror siyosatini olib borardi. Ya'ni o'sha yerlardan turli resurslar va boshqa joylarni talon-taroj qilish bilan shug'ullanishardi. Ular o'zi bilmagan holda millionlab insonlarning o'limiga sabab bo'lgan tizimlarda ishtirok etishdi. SS safiga qo'shilgan ko'plab nemislar boshida bunchalikka borishlaridan umuman bexabar edi. Urush boshlanganda esa
bu qilayotgan ishlari qanchalik noto'g'riligini tushunib yetishdi, ammo unda juda ham kech bo'lgandi. Waffen-SS esa frontlarda Wehrmacht bilan birga jang qilardi. Lekin SS mafkurasi bilan boshqariladigan harbiy kuch edi. Aniqrog'i, Waffen-SS Wehrmacht bilan birgalikda jang qilsa-da, lekin Wehrmachtni boshqarayotgan generallarga umuman bo'ysunmasdi. Avvalgi videolarda aytganimizdek, u hattoki boshqa qo'mondonlarga ham emas, SS to'g'ridan to'g'ri Gitlerga bo'ysunardi. Va bu ham urushdagi bir ustunlik edi. Urush boshlanganda frontda asosan tanklar va samolyotlar rol o'ynardi. Lekin SS umuman boshqa yo'nalishda harakat qilardi. Ular eng xavfli hududlarga yuborilar, eng murakkab vazifalarni bajarar va ko'pincha ortga qaytmasdi. Ularning mavjudligi ko'pincha oshkor qilinmas edi. Go'yoki ular urushning ko'rinmaydigan qorong'u qismi edi. Waffen-SS askarlari haqida bir gap yurardi. Ular hech qachon orqaga chekinishmaydi. Bu afsona edi yo haqiqat noma'lum, bilmadim-u, lekin bitta narsa aniq. Ular temir intizom bilan yashashardi. Buyruq bu savol emas, buyruq bu qonun. Ularning kiyimi, yurishi, hatto qarashi ham boshqacha edi. Go'yoki ular oddiy odam emasdek. Darhaqiqat, ular oddiy odam emas, ular millatchilar. Ammo shunday millatchilarki, qachonlardir ular o'z vatanimni himoya qilaman deb o'ylashgandi. Ammo oxir-oqibat mana bunday buyruqlarda millionlab odamlarning o'limiga sabab bo'lgan tashkilot a'zosi bo'lib qolaman deb hech qachon o'ylashmagandi. SS faqatgina jang maydonida faoliyat yuritmasdi. Ular shaharlar ichida, orqa frontda va nazorat ostidagi hududlarda faoliyat yuritardi. Ular tartib o'rnatardi yoki shunday deb o'ylashardi. Ko'pchilik uchun esa ular qo'rquv ramzi edi. Ularning kelishi bilan sukunat jo'nardi. Odamlar o'limiga sabab bo'lgan kuchlar kelsa-yu, odamlar qo'rqishmasa, buni umuman tasavvur qilib bo'lmaydi, to'g'risini aytsam. SS haqidagi eng qiziq narsa bu ularning sirli tomoni. Ular haqida ko'plab mish-mishlar tarqalgan. Maxfiy operatsiyalar, yashirin rejalar va noma'lum topshiriqlar. Qancha qismi haqiqat, qancha qismi afsona, buni aniqlash qiyin. Bu tomonni men bilmadim-u, lekin bir narsa aniq. Ular urushning eng qorong'u sahifalarida tilga olinadi. Lekin savol tug'iladi. Nega bunchalik ko'p odamlar SS haqida hamma narsadan yoki-da bir qismidan xabardor? Ko'pchilik SS dan qo'rqishardi. Chunki SS bu oddiy harbiy birlik emas. Bu g'oya bilan boshqariladigan kuch, intizom va qo'rquv aralashmasi va tarixda bahsli iz qoldirgan tizim edi. Ular haqida gap ketganda yana bir savol tug'iladi. Ular haqiqatdan ham kuchli edimi yoki faqat qo'rquv orqali yaratilgan afsonami? Yuqorida aytib o'tilgandek, SS faqat elita vazifalarni bajarardi. Ular asosan Polsha bosqinida, Fransiya kampaniyasida, Sovet ittifoqiga hujum, Barbarossa rejalarida, Xarkov jangida, Kursk jangida, Normandiya, Ardennes hujumi, Budapesht va Berlinda asosan foydalanilgan. Boshqa janglarda esa, misol uchun Stalingrad janglarida asosan Wehrmacht jang qilgan. Asosiy sabab shunday ediki, SS kam sonli bo'lgani uchun va qurollanish tizimi o'ta yuqori, juda ham elita bo'lgani uchun ularni faqat maxsus operatsiyalargagina jo'natishardi. Asosiy front hujumlarida esa Wehrmacht hamma ishni bajarardi. SSni Wehrmachtdan ajratib turadigan yana bir tomoni shunday ediki, uning qurollanish darajasi Wehrmachtnikiga qaraganda ancha yuqori edi. Har bir piyoda bo'linmalarida STG 44, GWR 43 va Panzerfaust MG 42 kabi turli yangi turdagi qurollar topshirilardi. Kiyinish darajasi, qurollanish darajasi yuqori bo'lgani sababli ularni ta'minlash juda ham qiyin edi. SSning bu qurollanish darajasiga qaramasdan, u urush taqdirini o'zgartira olmadi.
Urush ortidagi soya baribir befoyda bo'lib chiqdi. Dushman sonining ko'pligi va moralning pastligi urushda qo'l kelmadi. Va natijada 1945-yili Germaniya to'liq mag'lub bo'ldi. Gitler o'zining oxirgi kunlarida dedi: "Mana, hammasi nimalarga olib keldi. Qanday qilib vatanni pastkash jinoyatchilar to'dasi qo'lga kiritdi. Ichimda bu fojia uchun javobgar bo'lganlarga nisbatan nafrat o'sib bormoqda. Qo'l ostimdagilar hamma meni aldadi. Hammalar menga xiyonat qildi. Hatto SS ham." Gitler bu so'zlarni aytganiga ko'pchilikning ishongisi kelmaydi, lekin bu haqiqat. SS urushning oxirgi paytlarida hattoki Gitlerga ham bo'ysunmay qo'ydi. Gitlerning buyruqlari juda ham besamarligidan hamma xabardor bo'lib qoldi. Qanday buyruq chiqmasin, baribir mag'lubiyat tayin edi. 1945-yilning mayida Germaniya mag'lub bo'ldi. Urush tugagandan so'ng SS butunlay tarqatib yuborildi. Natsist rahbarlari xalqaro sudga tortildi va bu Nyurenberg jarayonlari deb ataldi. SS esa to'liq jinoyatchi tashkilot deb rasman tan olinib, butun dunyoga qoralandi. Maqsadi yahudiylarni Yevropadan quvib chiqarish bo'lgan tashkilot qotil tashkilot deb topilib, butun dunyoga nomi qoralanib, to'liq tarqatib yuborildi. Gitler esa urush tugashiga yaqin o'z joniga qasd qildi va bu Reyx davlatini to'liq qulashini anglatardi. Reyx davlati to'liq quladi. Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, 25-yilda kichik bir qo'riqlovchi guruh deb atalgan batalyon 33-yilga kelib natsist Germaniyasining eng kuchli repressiv tizimi bo'ldi. Ammo bularning hammasi besamar chiqdi. Waffen SS turli xil vazifalarni bajargani uchun g'oliblar Germaniyani va asosan SSni qattiq qoralashdi. Uning nomiga dog' tushirishdi. Va natijada SS tarixdagi eng shafqatsiz tashkilot deb tilga olindi. Darhaqiqat, tarix doim sizning maqsadingiz bilan emas, qilgan ishlaringiz bilan qiziqadi va o'sha qilgan ishlaringizni o'ziga muhrlaydi. Tarix shunday narsa. Ammo bir narsani esimizda tutishimiz kerakki, tarixni doimo g'oliblar yozishadi. G'oliblar va yana g'oliblar. G'oliblar esa o'sha bizni qaram qilgan yomon odamlar. Sovetlar, yana kimlar, bilmadim, ishqilib. Germaniyaning maqsadi faqat yahudiylarni yo'q qilish, Yevropani toza qonga aylantirish va shunga o'xshash narsa edi. Hozir og'zimga gap kelmayapti, to'g'risini aytsam, chunki bu videoning oxiri. Videoning oxirida men sizlarga shuni aytib o'tishim kerakki, ikki xil millatchilik bo'ladi. Yaxshi millatchilik va yomon millatchilik. Yaxshi millatchilik bu o'z vatanini boshqa irq vakillaridan, o'sha notoza irq vakillaridan himoya qilish, yomon millatchilik esa o'sha irqni yo'q qilishga, to'liq uni tak tugi bilan yo'q qilib yuborishga va o'sha irqqa bo'lgan nafratni oshirishga deb aytiladi. Gitler qanday millatchilik tarafdori bo'lgan bilmadim-u, lekin uning maqsadi Yevropani, o'zining vatanini sotqin yahudiylardan tozalash bo'lgani aniq. Shunday ekan, keyingi sonlarda uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, millatchilikda omad tilayman.